Assalomu alaykum hammaga, obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun 2026-yil 3-mart sanasi, 2-mart sanasi, uzr. Shu har doimgidek o'zimni uyimdagi qo'chqorlar mana 2 oyni to'ldirib 3-oyga qarab ketdi. Nasib bo'lsa. Mana bugun birinchi videoni joylayapman YouTube'ga. Qo'chqorlarimiz yeyishda davom etyapti. Ko'z tegmasin, yaxshi ancha. Kecha ozgina bir yem olib kelgan edik. Yaxshiroq ratsion qilib qo'shib berdik. Kepak, makka, bug'doy, keyin sabzi, po'choq, qotgan non qo'shib beradigan bo'ldik. Chota to'ymayapti bular. Yaxshi nima bo'lyapti? Ratsionda ketyapti. Ko'z tegmasin. O'zgarishlari yaxshi ancha, yeyishlari. Yangi kirib kelganlar bitta layklar bosib qo'yamiz. Chorva qiziquvchilar bo'lsa, bemalol pastda Telegram raqamlarim bor. Savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Har doimgidek ertalab turdik, shu oxirlarchi tozalab bir kecha uyda edim. Mana bu yo'lakchalarni tozalab, shipirib, suvlarni beramiz endi. Ovqatini yemoqda qo'ylar. Bugun yo erta keyin bir taylarni tozalaymiz berlarda inshaalloh. Shu bilan ketdi. Aytmoqchi. Hovliga beda ekkan edim. Sevanchi bersalar mana beda ko'kardi. Beda ko'kardi. Bedamiz ko'karib yaxshi kichkina ko'karishni boshlab, kecha suv qo'ygandim yana. Kun issiq, juda yaxshi, ko'z tegmasin. Nasib bo'lsa endi xo'p, hozir qaysi oy? Mart bo'lsa, aprel, shu maylarga o'rishni boshlasam kerak deb turibman. Niyat qilib qo'ylarga. Bu yaxshi albatta. Hozir ertalab tursam, ko'rib qoldim. 2 kilo ko'karib qoldi, ya'ni ko'rib turibdi o'zi. Bizda bahor mana. Qo'chqorlar yeyishi yaxshi. Kecha mol bozorga chiqqandim. Ko'rgan bo'lsalaring agar, primoy efirdan ketdi. Video qo'ya olmadim. Chunki birdaniga ham video ham primoy efir qilib bo'lmaydi. Chunki primoy efir qildim. Primoy efir kirdi, odamlar ko'rishdi. Faqat 30 mingga yaqin odam ko'ribdi. Layklar bosishdi. Rahmat. Shunchalik e'tibor qilib nima qilibdi, chorva qiziquvchilar ko'p ekan. Nasib bo'lsa endi bundan keyin yaxshi chiroyli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Sekin yeyapti chunki yerda kamera bor, kameradan uyaladi bular. Yaxshi o'zgarishi menga sezilyapti. Mana endi 3-oy ketdi, nasib bo'lsa 3-oyda oxirigacha bular ancha nima bo'lib qoladi. Hali qurbonlikkacha boqamiz deyapti uydagilar. Dadamning aytishi bo'yicha yo'q, qurbonlikkacha hali vaqt ko'p. Menimcha qurbonlikkacha bularni almashtirib, menimcha ikkinchi partiyani olib kelsam kerak bu yerga. Yana bilmadim, Alloh alam. Bir nima deb bo'lmaydi. Avvalo Xudo. Hozir suvni to'kib tashlaymiz. Suv sal nima bo'pti, iflos bo'pti. Suvni to'kib bitta suv beramiz, keyin beda bor bu yerda, bedani berib tashlab o'zim ishga ketadigan bo'ldim hozir. Hozir videoni bir montaj qilib, chiroyli qilib, obloshkalar qo'yib YouTube'ga joylayman, nasib bo'lsa. Ko'rib, layklar bosib, obuna bo'lib qo'ysalar, yangi kelganlar, bundan keyin bundan da yaxshi videolar chiqaraveramiz. Eng chiroyli, eng sarasi deydi-yu. Shundan ham ish ham bu videolarni joylab boraveramiz. Kecha to'g'risi bozordan qo'y olaman deb boruvdim, o'zim ham pulim bor edi. Qarasam, o'zimga yoqmadi uncha. Nima deydi? Sifat yo'q umuman qo'ylarda.
Xullas o'zimni ko'nglimdagi qo'y topolmam, qaytib keldim, ololmadim. Qimmat ham. Bozorda qo'y qimmat. Patolog bu yoq, yaqinlashib bo'lmaydi oldiga. Shuning uchun endi keyinroq oladigan bo'ldik. Nasib bo'lsa olib kelib mana yerga to'ldirib qo'yamiz bu tomonga. Bular bu yoqda отдельный edi, bular bu yoqda. Chunki keyingi olib keladigan sal kichkina bo'ladi. Bular уже ketdi. Ular kichkina yangi partiya, tomini yetib olguncha bari vaqt o'tadi. Bular tayyor bo'ladi inshaalloh. Hamma videoni ko'rsatib boraveraman, etap-etap. Kunlik yo haftalik, oylik ko'rsatib boraveraman. O'zgarish qanday ko'rib boraverasizlar. Keyin bitta narsa obunachilar, menda auditoriyamni ko'ryapman, 70-80% odam obuna bo'lmay ko'ryapti. Iltimos shu obuna bo'lib, bir like tugmalarini bosib, videomda ko'rasizlar, lekin obuna bo'lmayapsizlar-da. Sizlardan iltimos shu mingta bo'lishimizga ozgina qoldi obunachilar. Poddesh qilib yuborasizlar. Shu hafta nasib bo'lsa mingta bo'laylik. Chorvaga qiziquvchilar jo'natib qo'yasizlar. Mana shu videoni. Appetitlari ancha yaxshi bo'ladi, yeyishlari yaxshi. Endi ko'ramiz, agar bu hafta kunlar cho'ta isyapti. Yungini olmasak bo'lmayapti, cho'ta o'sganday nazarimda. Yungini bir olib, inshaalloh bir yana bir ko'rsatamiz. Uni ham bitta video qilib qo'yaman. Shu bozor kunga to'g'rilaymanmi, ko'ramiz. Bir yungini olib, uchovini keyin sherga qo'ysak, yanada tez o'zgarishni boshlaydi bular. Hozir ham yomon o'zgarmayapti, lekin havo issiq menimcha. Mana chunki o'zimiz bitta futbolkada yuramiz, shuni ham bilyapman. Demak, havo issiq. Yungini olmasak bo'lmaydi bularni. Bu hafta ko'ramiz, yungini olamiz, videoga joylayman bitta. Suv ichyapti, qarang. Yedi, suv ichdi. Bu yaxshi albatta. Ko'rsatkich yaxshi ketyapti. Biz kutgan natijani olsak bo'ladi. Mana shu qo'ylardan nasib bo'lsa.